7. amaliyot. Kompüter tarmoqlari, IP manzillar, DNS va protokollar yaratish. Tarmoq nima? Internetning asosiy qurilishi bloklari. Kompüter tarmoqlari bu ma'lumot almashish uchun ulangan qurilmalar majmui. Ular turli xil shakl va hajmlarda mavjud. Lokal tarmoqlar LAN cheklangan hududda, masalan, ofisda quriladi. Global tarmoqlar WAN katta masofalarni qamrab oladi. Internet ham shunday. Keyin marshrutlizorlar, kompyuterlar, modemlar tarmoqning muhim komponenti hisoblanadi. Protokollar tarmoqning til qoidalari. Protokollar qurilmalar o'zaro muloqot qilish uchun foydalanadigan qoidalar to'plami. Bu qoidalar tarmoqda ma'lumot almashishni ta'minlaydi. IP manzillar har bir qurilmalarning noyob uy nomeri hisoblanadi. IP manzillar tarmoqdagi har bir qurilmada berilgan noyob raqamlarning identifikatorlari. Bu manzil orqali qurilmalar bir-birlari bilan bog'lanadi. Masalan, IP4 32 bitli manzili masalan 192.168.11 hisoblanadi. IP6 esa 128 bit manzili 201.0.8.8.5 hisoblanadi. Ko'proq manzillar uchun yaratiladigan kengroq manzillar hisoblanadi. DNS internetning telefon kitobi qanday ishlaydi? DNS odam o'qiy oladigan veb-sayt nomlarini, masalan, google.com IP manzillarga aylantiradi. Bu sizga raqamlar o'rniga eslab qolish uchun bo'lgan nomlardan foydalanish imkonini beradi. MAC manzillari qurilmaning doimiy shaxsiy raqami hisoblanadi. Bularning ketma-ketligi: birinchi qo'shilish tarmoq kartasiga doimiy ravishda yoziladi. Ikkinchisi noyoblik, har bir qurilma uchun noyob identifikator hisoblanadi. Uchinchisi o'zgarmas, ya'ni IP manzillardan farqli o'laroq MAC manzili o'zgarmaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, internetning ishlash mexanizmi IP manzillar qurilmalarni aniqlaydi, DNS nomlarini manzillarga aylantiradi, protokollar ma'lumot almashishni tartibga soladi. Shu bilan tamom.